O'z kalomida mollarni kecha-yu kunduz yashirin va oshkora yo'llarda sarf qiladiganlar, ular uchun Parvardigorlarning huzurida ajr bor. Ular uchun na qo'rquv bo'ladi va na ular g'amgin bo'ladilar, deb aytgan Zotga hamd bo'lsin. O'zbek birodarlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Alloh taolo sizlarning qilgan xayrlaringiz sabab ushbu buyuk ajrni nasib etsin. سقي الجمال تبثها لتطيب أنفاس طمن قلوب الناس أن الناس للناس كالغيث كن سببا لتحيي قلب إنسان جد بالذي تحسنه مهما كان أوليس يجزى محسنون إلا بإحسان.